Hurmatli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishlarini qizg'in qarshi olamiz. Epoch Times'ning 20 aprel kuni e'lon qilgan Hindiston Xitoy chegara to'qinishining tarixiy yilchisi Mao Zedongning atalmish Xinjiang va Tibetdagi ishg'oliyatining loyihasida sarlavlik maqolada 2020 yili Himalaya tog'ining Yiroq Galvan rayonida Hindiston va Xitoy askarlari o'tirisida yuz bergan qonliq to'qinishdan buyon ikki qo'shni davlat orasidagi chegara ziddiyatida pasayish alomatlari ko'rildi. Bu masala bilan aloqador dangliq tarixchining so'ziga qaraganda, necha 10 yil davomlashgan chegara mojarosi Xitoy hokimiyatining birinchi rahbari Mao Zedongning Sharq Turkiston va Tibetni ishg'ol qilishidan boshlangan. Hozir Hindistonda yashaydigan Fransiyada tug'ilgan Tibetshunos Cloud Arpi davr gezitiga Xitoyning Hindistonning eng shimolidagi Ladakh rayonining g'arbiy sohadagi tajovuzchiligi Mao 1949 yili oktyabrda Xitoy Kompartiyasi Xitoy Xalq ozodlik armiyasi hokimiyat beshiga chiqib, Sharq Turkiston bilan Tibetga yurish qilgandan keyin boshlangan. Bu ikki rayon bugun Hindiston bilan uzun chegarani o'rtoqlashidi. Shu vaqtgacha Xitoylar Hindiston chegarasida yo'q edi. Sovet ittifoqi Sharq Turkistonning chegarasini nazorat, kontrol qilgan. 1949 yili 12 oyga kelganda ozodlik armiya piyoda mengib Sharq Turkistonga kelib ishg'ol qilgan va 2 oy ichida Hindistonning darvozasiga kelgan. 1962 yildagi Hindiston-Xitoy urushi va Tibet-Xitoy-Hindiston zamin talash tortishidan iborat ikki kitobning avtori Arpi Sovet ittifoqi rahbari Josef Stalinning Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi harakatini bildiganligi aniq. Sovet ittifoqining Sharq Turkistonni Xitoy kommunistlariga topshirib berishining sababi aniq emas. Bu vaqtda Hindistonning Sharq Turkistonning Qashqarda bir elchixonasi bor bo'lib, uni taqashga to'g'ri kelgan. Bosh elchi piyoda mengib Qarqurum tog'idan kesib o'tib, Hindistonning Ladakh shahridagi Lehga yetib borgan. 1947 yili Mao Zedong Sharq Turkistonni o'tkazib olishdan 2 yil burun Hindiston, Xitoy va Pokiston kontrolidagi rayonlar tutishadigan joy Oqsaychinga kelgan. Xitoy Kompartiyasi 1951 yildan 1952 yilgacha Tibetni bo'ysundirishni tamomlaganda Oqsaychinning strategik muhimligini his qilgan. Xitoylar bu yerda yo'l yasashni qaror qilgan. 1952 yildan 1953 yillari orasida tekshirilib, 1954 yili G219 yo'lini yasashni boshlagan va 1957 yili 7 oyda ishga kirishtirilgan. 1956 yili Xitoy Oqsaychinning yarmidan ko'pragini xaritaga qo'shgan. Hindiston 1947 yili qurilgan davlat bo'lg'achqa Oqsaychin va Jammu Kashmirga egidorchilik qilishni bilolmay qolgan. 1952 yili 9 oyda Hindiston Charlash atriti Xitoylar tomonidan Hoji Langarda qo'lga olingandan keyin Yangi Dehlidagi Hindiston hukumati G219 qurilishining o'zining zaminida ekanligini bayqagan. 1962 yili Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi urushda Hindiston mag'lub bo'lgandan keyin Oqsaychin rayonidan ayrilgan. Amaliy kontrolsizlik Hindiston kontrolidagi territoriya bilan Xitoy kontrolidagi rayon o'rtasidagi farqliqsizlikdan iborat. Xitoy bosh ministri Zhou Enlai 1960 yili Yangi Dehliga qilgan ziyorati jarayonida tunji qatim amaliy kontrol sizqining mavjudligi to'g'risida so'z qilgan dedi. Arpining aytishicha, amaliy kontrol qilish sizqining konkret o'rnini hech kim bilmaydi ekan. Zhou Enlai 1962 yili amaliy kontrol sizqining xaritasini avatgan. Ammo u bir qancha yerdagi reallikqa mos kelmagan deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, tarixda Hindiston azaldan Xitoy bilan chegarani o'rtoqlashmagan. Sharq Turkiston va Tibet bilan o'rtoqlashgan. Sharq Turkiston va Tibetning mustaqilligini asliga keltirish Hindistonning egilik huquqi va zamin putunligini Xitoydan qo'g'dashda intayin muhim dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 21 aprel kuni Twitter hisobida har qaysi davlatlarning egilik huquqi va zamin putunligiga hurmat qilish, ichki ishlariga aralashmaslikni qo'llash, o'xshamagan davlatlardagi kishilarning taraqqiyot yo'li va ijtimoiy tuzumini mustaqil tanlashiga hurmat qilish kerak degan. Bosh ministerimiz Salih Mayor Efendi buningga inkos qaytarib, agar Xitoy Tashqi ishlar ministrligi barliq davlatlarning egilik huquqi va zamin putunligiga haqiqiy hurmat qilsa, Sharq Turkistondan harbiy qismlarni chekindirib, Sharq Turkistondagi ishg'oliyatini oxirlashtirishi kerak. Sharq Turkiston xalqining mustaqil tanlashi bo'lsa, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Xitoy makoningga qayt dedi.
First Post торының 20 aprelda e'lon qilgan Rossiya qanday qilib Sharq Turkistonni Xitoyga hadiya qilib Himalayaning tarixini qayta yozdi va Hindistonning bexatarligini xatarga atdi degan temadagi maqolada tarixni yangidan yozmoq imkonsiz bo'lsa-mu, ba'zida pushaymonlik tuyuladi. Necha 10 yillar ilgirki kichik bir farq bugungi tamoman farqli muhitni yaratishga sababchi bo'la oladi. Sharqi Ladakda 2020 yildan hozirgacha Hindiston va Xitoy askarlari bir-biri bilan qarshilashib keldi. İki tarafning yuqori darajalik askarlarining 15 qatim ko'rishimi Xitoyni chekindirishga yaramadi. Shunga Hindiston Rossiyaning qo'llashi ostidagi mustaqil Sharq Turkiston bilan yuzlashgan bo'lsa, ishlar farqli bo'ladi. Rossiya Xitoy qadar zo'mgar davlat emas. Tashqi Mongoliya buning bir misoli. 19-asrning o'ttirlariga kelganda Rossiya imperiyasi o'ttir podshohligining shimoliy chegarasi atrofiga tajovuz qilishga boshladi. 1933 yılı Tunji Sharq Turkiston Cumhuriyeti e'lon qilindi. 1934 yılı Qashqardagi jangda Sharq Turkiston Cumhuriyeti Gomindaning 36 diviziyasi tarafidan yiqildi. Andan 1937 yılı Sovet ittifoqi bu rayonga besib kirib, keyingi 10 yilda Sharq Turkistonni Shinsay kontrolida oldi. 1949 yılı 1 oktyabr kuni Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurildi. Xitoy o'ttir podshohligining atrofidagi keng doirani qutuldirganligini e'lon qilishdek fursatni qo'ldan bermadi. 1949 yılı 4 fevral kuni Sovet tashqi savdo ministri Anastas Mikoyan bilan Mao Zedong yig'in chaqirib, G'uljada qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti masalasini kun tartibga olib, bu millatchilarning xato siyosat yurgizganligining natijasi dedi. Mao Sharq Turkistonda ichki Mongoliyadagiga o'xshash avtonomiya siyosati yurgizganligini aytdi. Natijada uningga yeşil chiroq yoqildi. Ammo Tibetlar va Sharq Turkistonliklar hech bir zaman avtonomiya huquqidan bahramand bo'la olmadi. Mao Sharq Turkistonda millatchi kuchlarning taslim bo'lishini ilgari surish bilan bir vaqtda o'xshamagan ikki yo'nalishda ko'p sondagi askar avatishdek ikki xil taktika qo'llanib, Sovetning aralashmasligini emas, balki Sharq Turkistonni qo'shib olishni qo'llashini kafolatlantirdi. Mikoyan bilan Stalinning nima uchun Sharq Turkistonni Xitoyga taslim qilishni qaror qilganligi azaldan oshkorlanmadi. Ammo bu Hindiston chegarasiga hisoblag'ili bo'lmaydigan oqibatlarni olib keldi. Darvaqa kommunistlar odamning ishongisi kelmaydigan harbiy iqtidorga erishdi. Ozodlik armiya 6 oy ichida 3000 kilometr yo'l yurib vazifasini o'rindadi. Sovet ittifoqi 40 dona tiz uchadigan aeroplanni Juchuandan Urumchiga yo'lladi. 1-2 yildan keyin Aqsaychin rayonida Hindiston zaminini kesib o'tadigan yo'l qurilishini boshlatdi. Hindistonning Qashqardagi bosh konsulxonasi taqilib qoldi. Wilson markazining raqamlik arxivi uchun nurg'un tarixiy hujjatlarni to'plagan Charles Krauss Sovet ittifoqining yordami, harbiy ilm mikri, siyosiy maharati va talabi bilan 1949-yildagi ozodlik armiyaning Sharq Turkistonga tajovuz qilishiga yordam berdi deb ko'rsatdi. Stalin Mao'ning andisini qo'zg'ab, Angliya qatorliq Xitoy kompartiyasiga qarshi turadigan davlatlarning ichki urushni davomlashtirish uchun Sharq Turkistondagi musulmonlarni aktivlashtirishi mumkinligini ogohlantirdi. Ammo hozirgacha tushuntirilmagan narsa Stalinning nemishqa bu yaxshiliklarni Mao'ga osonla sunganligining sababi. 1960-yili Xitoy Hindiston ikki davlatning hukumat amaldorlari o'rtasidagi suhbatda Xitoylar Hindiston zaminiga bo'lgan talabini cho'nqurlashtirdi va 1959-yili amaliy kontrol qilgan siziq deb turib oldi. 2020-yili mayda yana bir qatam o'zgartishga urindi. 1949-yildan 1950-yillar orasida Sovet bilan Xitoy Mongoliyani o'rtoqlashdi. Xitoylar Hindiston zaminiga bo'lgan talabini cho'nqurlashtirdi va Xitoy o'ktamlik qilib 1959-yili amaliy kontrol qilish siziqi deb turib oldi. 2020-yili mayda yana bir qatam o'zgartishga urindi. 1949-yildan 1950-yillar orasida Sovet ittifoqi bilan Xitoy Mongoliyani o'rtoqlashdi. Ichki Mongoliya Xitoyning egidorchiligiga o'tdi. Tashqi Mongoliya Sovetning qo'llashi bilan mustaqil bo'ldi. Tarixni qayta yozishga bo'lmaydi, ammo o'ylanishga arziydi. Agar Sharq Turkiston tashqi Mongoliyaga o'xshash Rossiya tarafidan mustaqillik berilgan bo'lsa, qanday bo'lar bo'lg'iydi? Uyg'urlar, Tibetlar va Hindistonliklar nima uchun azob chekadi degan savolga hech kim javob bera olmaydi deyildi. Men yashashim uchun mustaqil bir millatning avlodi bo'lishim kerak. Shunglashqa meningcha milliy mustaqillik hayotlik masalasi deydi Mustafa Kemal Atatürk. İnsan hayvani tuyg'uning bo'yinturuqida qolsa, mush dunyodagi huzurni o'ylab yashaydi.
inson bo'lgan ekan, bu bo'yinturuqdan qutilishi, izzat hurmat, shon sharafi bilan yashashi lozim. Bundaq hayotni faqat mustaqil bir davlatida yashaydi. Mustaqil davlati bo'lmagan millat milliy kimligini, mavjudligini yo'qotadi. Hurmatli ko'rurmanlar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.